Ona, men keldim. Sizdan xabar olmay qo'ydim. O'zimni ishlarim bilan ovora bo'lib qoldim. Bolaligimda sizdan yaqin do'stim yo'q edi. Kimdir xafa qilsa, yugurib kelib sizga arz qilardim. Ko'z yoshlarimni artardingiz. Sizga suyanardim. Hozir ko'z yoshimni artadigan odam yo'q. Suyanadigan hech kim qolmadi. Hech kimga kerak emasman. Asli o'zi sizdan boshqa hech kimga kerak bo'lmaganman. Mendan faqat foydalanishdi. Sizni tarbiyangizni unutdim. Sizga munosib o'g'il bo'la olmadim. Yomonlik qildim. Odamlarga zarar yetkazdim. Sizni oldingizga hozir qaysi yuz bilan kelishni ham bilmay qoldim. Meni kechiring ona. Noshud o'g'lingizni kechiring. Qani hozir yonimda bo'lsangiz, hammasidan kechgan bo'lardim. Charchadim ona, charchadim. Hammasidan charchadim. Yomonlik qilib charchadim. Mana odamman ona. Yo'q. Men odam emasman. Mana bir urishib bering ona. Yomonlik qilsam urishardingiz-ku. Sizni qadringizga yetmadim. Auzubillahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Yotgan joyingiz jannat bo'lsin. Jannat firdavslarda Kavsar suvlaridan seroq qilsin. Qolganlarga iymoni tavfiq bersin. Allohu akbar. Yana kelaman ona. Tez-tez kelib turaman. Sizni sog'indim.